Amir Temurning eng mashhur bir g'azali bor. Bosh harfi D bilan boshlangan. Nomi nima? Yo'q, qaynana. Eng manzilga keldim. Illa bugun bir mazza qilaylik. Bilasizmi siz? Yo'q. Keyingi haftalarga kelamiz. Javobiga. Okey. Amir Temur g'azal yozmagan. Amir Temur bilasizmi kim bo'lgan? Buyuk sarkarda. Buyuk sarkarda bo'lgan, sportsmen bo'lgan. Buni bering, buni ham bering. Ustiga qo'ying, orqasini qo'ying, orqasini. Orqasini, hoppa. iPhone 16 Pro Max sotib olish uchun nima ish qilish kerak, aka? Ikkalaylar, bitta siz. Tong sahardan sassiq ko'rpadan turish kerak. Gapi, sizchi? Uyunda tug'ilish kerak. Sizlar mana shu sizlarda ham shunaqami? Mana Instagramga kiraman, ertalab bo'ladimi, kechqurun bo'ladimi? Faqat meni videolarim chiqib kelaveradi-da. Nima ish qilish kerak? Endi har xil ish bilan olsa bo'ladi. Siz nima ish qilib oldingiz? Kuryerlik qilib oldik-da. Kuryerlik qilib, siz ham kuryerlik qilib. Shu kuryer O'sha gap, kuryerligiga yetari yo'q. Akaz atmay qilmaylikmi? Atmay qilish kerak emas faqat. Bu anaqaga navigatorlarga yaxshimi? O'shaning uchun olyapmiz-da. O'shaning uchun, ha. Bu nafaqat navigator, PUBG bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Baribir iPhone.